Assalamu alaikum, hurmatli mekendeshlar. Bugun 29-iyul 2024-yil Жалал Абад облысы Алабука районы Соломо мал базарда. Biz туғандар, hazır bu videoda жылқылардың балаларын сіздерге жарытып бергенге әрекет қылабыз. Видео жақсы лайк басып, каналда бірінші болып жатсаңар подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Бірінші мынау ушул аттан баштайлы. Ассаламу алейкум, аке. Бұл жаш қаншада? 3 жас, аке. 3 жас. Boyu qancha chiqib qoladi aka? 1.58 ekan, 1.58. Maşallah. Zo'r ekan apro. Ulog'i bor. Uyuri bor. Ulog'i bor, uyuri bor. Basi qancha so'rayapsiz aka? 200 kami bor dedi. 200 ming kemi bor. Baylanish telefon nomerlarini aytib qo'yasiz. 505 47 kimga qiziq bo'lsa tuğanlar çalsanızlar bo'ladi. Mana shu latning esi. Adres Aksı Qaratoy aylı. Rayonu Qaratoy aylında ekan tuğanlar. Çala öresizlar kimga qiziq bo'lsa. At zo'r ekan maşallah. Keyingizi kimga shu bo'ldi ekan. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshilar bu. Kimden oldu? Qanchada aka bunun yaşı? Жаңазы bu. Baсын qancha so'rayapsiz aka? 150 ming kemi bor. Bazar so'radi u? Qanchaga beribsiz? 132 ga. 150 ming kemi bor. 132 mingga berilibdi. Zo'r at ekan. Жаңазы deydi. Bunda telefon nomeri kimga qiziq bo'lsa qoltiram tuğanlar. 0779 94 95 49 ha? Adres qayerda aka? Aqsı Kerben shahrida tuğanlar. Kimga qiziq bo'lsa hozirgi nomerga chalaverasizlar. Keyingi tuğanlar mana shu qo'nan 72 mingga sotilibdir. 72 mingga sotilibdir. Bilen chiqsa qayra sotib beraverem deydi. Qanchaga sotib berasiz endi? 72 ga sotdim. Sotildi. Sotib beraverem, bilen chiqsa. Chiqsa sotib beraverem. Pulu gelish hozir sotib beradi. Qisqasi 72 mingga sotilibdir tuğanlar. Olarning bolalarni bilmay ekan. Maşallah, bunu zo'r ekan ha. Bunu qaranglar tuğanlar. Atı. Bunu usudağı zo'r ekan ha. Maşallah. Egez jo'q ekan ha bularda. Ava, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 90 bo'ldi, sotildi o'zi. Berilmedi 90 ga. 90 mingga berilibdi tuğanda. Qancha yosh? Al yo'lda keldi, Жаңазы ekan. 90 mingga berilibdi. No qancha oldu sizlardan emasmi? Qancha oldu yana bu? 95 ga berilmedi. Balazı meni. Yine bala. Balazı urg'achi 95 ming so'mga berilmedi deydi. Soloma mal bazardamiz tuğanlar. Bu videoda uylardan balalarni tap ko'rsatganga harakat qilamiz. Video yoqsa like bosib, kanalda birinchi bo'lib жатсаңар подписаться knopkasini bosib qo'yinglar. Unutmangizlar. Qancha bo'ldi ava? Yine bala. 90 ga berib beringizmi? 95 ga berem. To'rtog'i buqa. 95 ga berem deydi, 90 ga beriladi. Qanchanchi to'rtog'i? Qanchachi bo'lasiz? Ikkinchi to'rtog'i ekan, yoshga. 90 mingga berib beribdir. 95 ming so'm so'rayotadi. Assalomu alaykum aka. Yeni balo bular qandaysiz? Bu men bilgan biri qarmab turdi edi. Birovdi-ku. Qanday? Assalomu alaykum.
Ene bala mı? Kança oldu? 100'ge berilmedi. 100 ming so'mga berilibdi. Ene bala torpog'i buqa ekan ha? Qanchasi torpog'i? 3-chi ha? Torpog'i. Ошол жерде реально баа болуп атат. Кайсы баа болуп атыр? Кеңиштер эми тартайлы ушуну. Реально баа болуп аткан базар. Uydu tartam. Ene bala kança suradınız ake? 65 ming. Siz kança surab atırız ake? 500 so'm. Beringe. Zor oldu. Yok. Sizden qo'sh qo'yma, ikkiga bo'lib. 1000 so'm ötüp atırım. 500 so'mga ham 500 so'mlab sodam to'xtatib bo'lib atırım. Tartın endi videoga tushmasin. 500 so'mlab sen tushirdi sodam to'xtatib, adam tartib turib buni bir Xudoy bilan. Ana böyle yo'q, 500 so'm qiyilmasdan tartaveringlar. Xursandingmi? Rozingmi? Tart. Kamerani tartib qoldi. Rozingmi ular? Oling endi. Tartib shuni. Rozingmi? Start tushyapti. Xursandingmi? O'zbekdan. Yanda olmay qo'y. Shunday bo'ldi. 500 so'mga da bo'lmay qoldi hozir. 1000 so'm ötüp atırım. 500 so'mga qo'ymay qo'y shuni. 500 so'm rasxot varsa 500 so'm. Ya bari qo'sha olmaydi ekan. Rozingmi? Rozingmi? Bari qo'sha olmaydi. Nega qadar qo'sha? Bering aka 500 so'm. Rozingmi? Tashdingmi? Gülbek. 500 so'm bo'ldi. Qancha bo'ldi o'shanda? Ben 1000 so'm ötüp atırım da. Bering 65 ga o'tib beryapti. 65 ga. 66. 5'ke berdi vardı bu 5,5 öyle. 65 ming Yok 5 so'm. berilmayapti. 65 ming 500 so'm bersang beradi. 500 so'mga tartish bo'lyapti. Assalomu alaykum. Aka uy qancha bo'ldi? 93 ga berib berdingiz. O'zi bo'zmi? Sira. Zo'r ekan. Buqalarchi aka qanchadan bo'ldi? 70 deb o'tirsa, qancha yashar? Qaybuqa. 70 ming. Qani? Buqalar kimdan ekan? Assalomu alaykum aka, qanday sizdan sog'larsiz? Yaxshi. Endi bilsinda bozordagi bog'lardimda. Kebirler keli aladi, kebirler keli almaydi. Qanchadan bo'ldi ushul buqalar? Ayting endi, aka. Basini aytib qo'ying. 63 mingdan berilmayapti bu. 63 ming. Men berilmayapti buqalar. Ava qancha bo'ldi? 60 kami var bu. 60 kami var buqa. Torpoq 60. 95 ga berildi. 95 mingga berildi. Ikki jasharmi aka? Qo'lg'ot teri 100 ming ekan. 95 ming so'mga berildi to'g'anlar. Ikki jashar buqa. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi aka? 75 ga berildi. 75 mingga berildi. Biz ham jashar o'xshaydi. Bizlarim jashar. Reально baba bo'lyapti. Qaysi baba bo'lyapti aka? Qancha bo'ldi? 150, 75 dan. 160 ming bo'lyapti. Reально baba. Buqalar qanchadan bo'ldi va? 68dan to'xtadi ha, 3 va 68 mingdan to'xtadi deydi.
Assalomu alaykum. Aybek aka qandaysiz? Yaxshimi? Sog'ligingiz. Ene bola qancha bo'ldi? Ene bola 110 ming. 110 mingga berbedingiz. Deb so'rayapsiz. Yo'q, oldim. Ha, oldingizmi? 110 mingga oldim. To'rt bo'g'i buqa ekan. Assalomu alaykum. Aka, yeni bola qancha bo'ldi? 85 bo'ldi. 85 ga bermayapsiz, ha? 85 mingga beriladi. To'rpoqi urg'ochi o'qiydi. Urg'ochi qanchasi to'rpoqi? 3-chi. 3-chi to'rpoq ekan tug'anlar. Mo'g'jenda realda bog' bo'lyapti. Qaysi bog' bo'lyapti? Qari. Yeni bolami? Qancha bo'ldi? 80. 80 ming so'm bo'lyapti. Kimlar berilyapti? Spor oynasham aka. Ava qunajinlar qanchadan bo'ldi? 53 dan berbedingiz. 53 mingdan berildi. Yeko'rdi. 57 58 bo'ldi u bular. Bular 57 58 dan bo'ldi. Ularning bağlari shunday. Bugun Alabuqa Solomon mal bozorida qancha bo'ldi endi bola? 80 ming. 80 ming. 80 ming deyapti. 80 ming so'm deyapti. Qancha bo'ldi? 22 ming. Buqas. Meniki. Buqaslar cho'ng bo'lib qolibdi tug'anlar. Ularning balari shunday, endi qo'y bozori tartamiz keyingi videoda. Kanalga podpisatsiya bo'lib qo'yingizlar tug'anlar. Bundan keyingi videoda qo'ylarning balalarini tartib kirgizamiz. Qo'ylarning balalarini tartib ko'rsatishga harakat qilamiz. Video yoqsa like bosib, kanalda birinchi bo'lib chatsanglar podpisatsiya knopkasini bosib qo'yinglar. Mana shu qo'zlardan boshlaydi. No, qo'zlar kimdan ekan? Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi aka? Aytib qo'yaringmi? Aytmaysizmi? Aka, qanchadan bo'ldi qo'zlar? 10.700 so'm bo'ldi. 10.700 so'm. Oldingizmi? 10 ming beri. Qo'chqora? Yo'q, to'qqilar. Ha, to'qqiz, 10.700 so'mdan bo'ldi. Açık qo'zlar. Lo, qo'zlar kimdan ekan? Rasuljon. Yesi yo'q-ku bularning. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi qo'zlar? 9 dan berildi. Qo'chqora ko'p. Qo'chqor 9 mingdan berildi. Ko qanday? Shu qanchadan bo'ldi qo'zlar? Ha. Qanchadan? Sizniki? 9 ga bermedingiz. Ha, 9 ga berildi. Qo'chqora? 2 tishni 13 ga beramiz. Ara 2 tish 13. Allah razı olsun. Qo'zlar qanchadan bo'ldi aka? Qo'zlar qanchadan bo'ldi? 10 dan bermedingizmi? 10 ming so'mdan berildi. Qo'chqora bordi. 10 mingdan berildi. Shu yerda yana bog' bo'lyapti. Qaysini bog' qilyapsiz aka? Qanchadan qildingiz? 5 dan 10 ming. 5 dan 10 ming. Qo'chqora? Yo'q, urg'och. Ha, urg'och qo'zlar 5 mingdan turyapti. 10 mingga beryapti. Qancha so'm? Qancha so'm qiladi? Qancha so'm? Nur sport bilan qancha so'm? Bog' qo'ydim, nechaga? Chiqyapti aka, boshladi qasd. 11 da keladi. Qancha so'm? Ha. Qancha so'm? Nur sport. Nur sport degan bilasizmi? Qancha so'm kanal bilan Nur sport KZdagi kanaldan chiqadi.
Koylar kaçadan oldu? Eko 26 dolar. Eko 26. 13 minden beri bir yatırım. 13 bin sondan beri bir yatırım. Çiçek koylar ekan. Kaçadan oldu? Kozlar. 13 bin, 12 bin. 13 bin 12 bin ya. Hadi koçkorlar ekan. Soydu, meydan soydu. Qaysi? Cini sataverdi iyi. Qaysini Adam bağqılız? tartpaça. He, adam tartpayım ekan da kozlarda görünüyor. Qaysini bağqılıb atırsa ekan? Bunu 4 oyun 4 binden kızan beri verdi. 4 ön 4 mindən. Qoşqor mu? Erkek ruh Ha, açarlar. erkek urğaçarlar. 4 min sondan bel beyatırı toğanlarına. Kişnere kozlar ekan. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi? Assalomu alaykum. Aleykümselam. Qo'chqorlar 22 ming, 18 ming bo'ldi. 22 ming, 18 ming, 24 ming dediniz ha? Nonu? Ha. 18 ming, 22 ming. Ha, 18 ming, 22 ming so'm bo'ldi. 26 ming. Bo'ldi, mana shu yerga kelavergilar. Solomon mal bozorida. Qo'ylar qanchadan bo'lyapti? Qo'ylar qanchadan bo'lyapti? Qarmab turum bir onu. Staqı. Bozorda hozir bir 5-6 odam birovning mol qo'yin qarmab turdi. Hatta bir onu hozir kelam çay ichib kelam da. Bilmaysizmi bas? Mayli. Assalomu alaykum aka. Qo'ylar qanchadan bo'lyapti aka? Qo'ylar 18 yarım. 18 yarımdan. 8500 so'mdan. Echkilar kimdan ekan? Havo qanchadan bo'ldi endi? 7 mingdan. Serkami? Serka 7 ming so'mdan. Qancha bo'ldi echki? Echki 15 ming deb atarım, sağın echki. Ha, sağın echki balası qana? Balasını sat verdim. Emi özün 15 ming. Özüne 15 ming. Ana bir jelini barmı? Ha, var ekan. Hozir sütü ham var ha? Var, 1 litreden aşk sütü var. Bir günde 1 litrden aşık süt beradi. Böyle. Yaxshi ekan. Aka telefon nomeringizni aytib qo'yinglar, shu jaza so'rashadi-da. 755 0755 78 78 0203. 0203. O'tganda kommentariya yozayotganda shunday echkilar topdi. Kebillarga suti dar ekanda buning. Bu Saxırmının davleniyaga yaxshi da. Shunday echki kerak bo'lsa, tayyor suti bilan to'g'anlar basi 15 ming so'm ekan. Adres qayerda? Alabuqa uçaska Kölme, Sartalaylı. Alabuqa rayonu Sartalaylı Kölme uçaskası. Kölme uchastkasida to'g'anlar. Eşen Hazırda- konu 11. uy. Nomerga chalaverasizlar. Mayli aka. Qaysi bab bo'lyapti? Meni aytgan Qizdiraydigan bozorda, keng aka. ana qizitib qo'ygan bozor. Dang qo'shing endi. Osaka ber. Beresiz. Men tartmay qo'yib tashlab. Qaysini baqilib? Buni qo'ydi. Bunaqa qancha bo'ldi? 16 ga chiqqan ekan. 16 ga chiqqan ekan. Siz qancha qilyapsiz? 200 so'm üstüne qo'shib beraydi. Mana. 16 yer beraver. Uka. Voy, 300 so'mga tartishganingizlar endi. Osmon. Bunday qilayli. Osmon. Men o'sha kun 7 dedim bile. Uka. Aytqanga hech kim sotgan emas. Menda 15 deganman. Voy, men bir aytayin ha, o'sha yerda qaliz odam ha. Siz 100 so'm qo'shing aka, 200 so'm tushun tarting endi baraka. Bopdim aka. Davay. Bor baraka. Ana, sotildi to'g'ondan. Qanchaga ketdi o'shanda? 16300. 16300. Baraka toping, shunaqa aqchadan baraka toping. Realno sotildi unda. Men tartmadim dey. Jo'z tartdim. Hech narsa bo'ldi. Qo'zlar qanchadan bo'ldi? 21 ga berib 21 mingga berilibdir. O'shanda 10500 so'mdan bo'libdir, zo'r qo'zlar ekan. Inshaalloh. Bo'ladi. Qo'zlar kimdan? Qanchadan bo'lyapti aka bozor? Ayt endi. Mana ushun tatam. Qanchadan bo'ldi? Qanchadan berib eding? Aytaver. 8700 dan berildi. Opton buna to'g'anda. Qo'chqora bardig'i. Yosh bola chin so'ylaydi to'g'anlar. Mana realna tsena 8700 so'mdan berib edim deydi qo'chqorlarni. Yaxshi qo'chqorlar ekan. Mayli, bozorni bersin. Echkilar qanchadan bo'ldi? 5000 so'mdan.
Echkiler. $9.700'dan beriberiz mi aka? Qo'chqorlar. $9.700 berilib berdi deydi. Qo'zi qo'chqorlar. Mana baqqanga kelib olsangizlar bo'ladi. Qo'zi o'ta ko'p tug'anlar. Uyga bir 4-4 olib tashlab qo'ysangizlar, inshaalloh zo'r bo'ladi. Qo'zlar qanchadan? 28 aldım. 28 ga olindi u? Aldım. O'shanda 7000 dan olibdi. 7000 olindi. Zo'r olibsizlar, maşallah. 7000 so'mdan oldi. Qo'chqora bordi. Qo'chqor. Barakatsin bersin. O qaysi sotildi, ava? Mendagi moment kelib qoldim. Shu qanchaga ketdi? 14500 so'mga sotildi. Realna bor bo'ldi. Qanchadan bo'lyapti qo'zlar? Qo'zlar 6,5dan. 6,5dan? 5 euro. 5 euro. Berilmayapti 6,5? Berilmayapti. 6500 so'mdan berilmayapti. Berilmayapti. Qaysi sotildi? Qanchaga ketdi? 9. 9000 ga sotildi turna. Qo'zi. Qancha so'm Nursport? Bo'ldi aka, buyursa har bazar kelamiz, har bazar topib o'tamiz. Inshaalloh bozordagi bog'larni uydan ko'rib turasizlar. Kelamiz endi, xudo xolasa aka. Tug'anlar, qo'ldan kelishicha qo'ylarning bog'larini tartib ko'rsatganga harakat qilib, video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga qattiq olib qo'yib bo'ladi tug'anlar.